Ehtiyot bo'linglar, ehtiyot bo'linglar. Bugun bizada bayram desa ham bo'ladi, chunki mana shu muhtasham obyektimizni podval qismidan chiqib, endi g'isht terishni boshlamiz. G'isht Yamanning chempionini olib keldik, logotiplari ham bor. Shu videoda sizlarga mana shu g'ishtni plitalarga qanaqa to'g'ri qo'yish to'g'risida ikki og'iz gapirib o'tmoqchiman. Mana shu plitalarni ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu o'rtasida mana rigilli joyi, ya'ni devorli rigilli joyi. Shu ustiga, mana ya'ni plitani o'rtasiga qorinli joyiga qo'yish iloji boricha mumkin emas, yengillaydi. Mana shu joyga qo'yiladi. Yoki mana plita bo'lsa, eng chekkasiga o'sha yerda betonli joyga. Bu yoqda mana monolitimiz. Bu yoqda mana qatorlashib qo'yilgan, lekin chunki bu yerda masofasi kichkina joy. Yukni bemalol ko'tarishini hisobini olish kerak, nagruzkani olish kerak-da. Mana bu yoqda ham yana bitta ko'rsataman, qaranglar. Bu yerda ham xuddi shu, mana plita bo'lsa, chetlarga mana devorlarga taxlangan. Endi sizlarga bitta xatoni ko'rsataman. Mana shu plitani o'rtasiga ikki qator qo'yilibdi, qaranglar. Ko'rasizlar? Plitani o'rtasida ikki qator. Bolalarga uje hammasi bu narsa to'g'risida dars ham o'tilgan, tushuntirilgan. Bunaqa plitani o'rtasiga qo'yish mumkin emas deyilgan. Endi ham o'rtasini qaraymiz. O'rtasida rigil o'tgan ekan. Demak, tagida devor ham bor. Bular rigil ustiga qo'yib chiqibdi, ko'rasizlar? Mana shunaqa foydali videolarni ko'rib turish uchun hali ham podpiska bosmadinglarmi? Podpiska bosib qo'yinglar. Bundan tashqari kommentariyada savol javoblar bo'lsa, g'isht nech pul, armatura nech pul, uy qurish nech pul va hokazo shunga o'xshagan savollar bo'lsa bemalol chiqaverasizlar. Sog' bo'ling.